Rasmi mak haydilerimni saqlab bulamadım. Жүркім тақылдап кетті ажылдағанға. Шоңлашқан бір леу тауды бір тәсәңш біліші, я. Çünkü ma çoğun tacarla болған күн өйге әкіріп, жозын түпігі қойып, татыламай қалдым, шықылдам әчай. Ол білен ағылай. Мау. Бұл менің іштімнің көпқан көпске. Ойжы. İşte karıtından krala, mao köpsi, mayostri, pökumakta. O kişilik işte başka. Onu sütü silip kapsa oldu. Şu an dağılıp anlaştıp tunsak olmaydı. Ne çıraq ketçimi? Hala tülkü ola. Andikin, hocam, çıkıncısı. Mani kız kitap kökentim, 5 liralık kentim. Karanlar bana çıralık bani. Bütün bir köke karanlar. Bütün ama. Kızıl kitap kösem Şinjan'a boyu okumaydı, 25 köke yöntesi. Andikin, tabağı kırp aldım. Da şöyle olan tızıp koysanlarımı 5 liralık. Onu sık ilerlemez ki yenlik çünkü mao. Çıkar, tepeyse. Kola. Ha, mao. Okey, siyasininki. Famo. Qasam çön oğandı bək köylü qılıb bulamay getdi. Bir çılpağa yaxşırsa sək çıxıb elə ya. Naqsın piyis bak getdi. Mao ni bu? Bildin demələn. Ma mening o'ylamni supurdigangan nurg'un supurgan baxtim to'rdar chiroqliqlarni. Burun bir narsa siltib qo'ygandim, men ikki chiqib ketgan bilan biroq rost haqiqatan bak supurdiga jumol. Onda chiqib qo'ymayman shunda azatdi. Hamdi o'ylamga yozib qoldi emasmi? Gilam oldim. Hamdi chin gilam bo'lmaydi, ma'no o'xshash elaqay. Yana to'tkasmi hech qanday bo'lmaydigan. Unda gilam oldim. Bo'lmasa shokoladni yeb, yagi bir nima tutkasa yog'och, oq yog'och o'g'anki vahshiy tizmay tursiga. Shogosini chiqib qo'yib ketaman. Kechiralaqa, ming zufim. Hamdi ma'o mizanninki zaytuni. Bunun maqtab sarı. Bulamay qaldı üçün var. Zeytun maydım da qimmat. To'rdim biroq ko'p bo'lsam, oraqay yo'lji deb qo'ydik ashtaxir besh qimmat bilan. Men o'ylab tamoq etib ketmagan ki bilmayotganman bu maylarni qash qo'llaning. Lekin men mizondan ba'zi qasam qilmoqdik. Tamoqatliga olib ketgan maylarimni qaramadim. Ushin degan 5 kiloma. Mo'jan. Izam salashlarim bor. Hamma ketib chiqgan bilan. Awan deb Sikrininki bu hafızı. Nah. Ben bana verdim, ben bir şey yapayım. Yaşlı olsa ben tezlek ricam kılayım. Kulağım ki mahvoldu tavasını pek yaxşı yapıp aldım. Sen kanka. Alalım ki sağlığı. Ben çocuğun bu kitayı diyen avağın vişin cengirimini görün lan. Faaliyet dese, ben böyle küçükler küçüklerimde gideceğim. Oy beşçik bu. Ben böyle işitip boğucu. Altın toktaydı mı ne? Moynaqınca qalın abi, hey. Gapning postkalisiga kelsak, qiz valla ma tanqushniki ma tozli qog'oz yurishligini men chin ko'nglimdan tavsiya qilmoqchiman. Og'rish hayotimda ma tunji qitim ichimda doğruluq o'simliklarni olgan tozli qog'ozni ishlatishim kejmu. Men burun faqat ko'rib boqmab ekanman. Tanqush bozoriga chiqib 14 yil o'tdi. Men vaqtim faoliyatda qasam bekmoqta ketganda bu jins so'zlab, ichik doğruluq o'simlikni olganda bu doğruluq qanday bo'lganini deb olsam haqiqatan payizga. Uni ustiga eng yorqa yer nima ekan desanglar, ma uning o'xshash xaltadan birini berdi ekan. Bo'libmi ma ko'ngilga so'qirgan xonim xotinlar tasqa yaygandak yeyib qo'ymay bemda xaltaga o'rab, xalta bo'lmasa bir qog'ozga yo'gab yetiqishas ichiga. Ikkinchi bir adam kirib sattumam deydi. Ko'nglashtirib, o'shmish ba'zilarga opanglar qo'yib ketmagan deb qolmayman. Mening 11 yoshli qizim jinda ishlatib bo'lganimda yo'gab qatlab ichirib tiqiydi. Biz bak sat qilganlar ekanmiz ba'zilarga jimi. Ma qog'ozga kelsa qaralashlik doğru o'simlik yaptıcımı. Endi munda jiqsun to'kib etmoqchi munda kelmaydisizlarga. Suv sumirchiligimi shunday yaxshiki, masalan, peymensidan bo'lsin yoki peymensidan bo'lsin, qattiq suv o'tmayga ko'nolama. Senchang shiyan qilib turatimjimi? Qo'linglar ilib mashinada siqsanglar bir tomchim suv chiqmaydi ekan. Demak, buni suv sumirchilik shunchaki yaxshi degan gap. Anadagi ichini yitib ko'z birasizlarga haqiqatan o'zimizning shu yerlik o'simliklar bilan olgan doğrularni aralashtirib, munda yasab chiqqan 5-jinkanjimi, shoshmish balqosoq og'ribatgan, rungi tungjing bo'ldigan, har oyda azobning o'rnida keldigan xonim qizlar bir sinab basanlar bo'ldi ekan. Nima degan 14 yillik shinchilik marka, yerlik bozordan shunchaki 100 topgan degandekchi. Anadagi bularning qilgan faoliyati bo'lsa, ichida har bir 5-jinning ichida munda qartib aka, bu skanerlab ichib, tarihingizni sinab beqing. Birinchi darajalikka oltin uzuk, ikkinchi darajalikka 20 yillik shu kapolatni berib sizga, 20 yillik shu ayzingizning qog'ozini ko'tardik, 3-chi darajalikka mayizingni chiqargan. Anadagi mana o'sha shu jinsi bor ekan. Bo'libmi, ammaviy o'birnixonlar qilgan cho'nglarga diqqat qilamiz. Bolalar diqqat qilmay qoldi. Shunga qiz va ota-onalar shaxsiy tozaliqni bek diqqat qilishni o'rgatib bolarimizga. Maktabda bo'lsin yoki ommaviy hojatxonalarda o'tirgan vaqtda matonga chaplab o'tirmay, ma'noda etib o'tirishni o'rgataylik bolarimizga degandek. Ishiltib baqay deganlar bo'lsa, tanqush degan markani o'zingizlar izlab evasanlar bo'ldi. Jimi, xo'sh.